Ozod bo'ldim va hamma ishlarimni tashlabki, yigitning videolari qanchalik ham zo'r bo'lmasin, obunachilari juda ham kam. Shuning uchun kelinglar unga yordam beramiz va yozgacha unga 200 ta obunachi qilamiz. O bir martagina bo'lsa maza qilib uxlarkanman. Barcha bezorilarga salom, qolganlaringiz mening ismim Dermund va men UJG Azosman. Ha do'stlar, biz bugungi videoda nima qilishimizni bilasizlarmi? Biz bank nomeramiz. Ha do'stlar, shuning uchun ham hoziroq like tugmasini bosib qo'ying, kommentariyaga tushing va o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz bankdan qancha ko'p pul o'g'irlab keta olamiz? Bundan tashqari biz uyimizni mana bunday qilib bezadik. Yana menga boss mana bunaqangi ajoyib jitelni sovg'a qildi. Uning ichiga pullarni saqlash mumkin. Mana menga o'zimni ulushimni berishdi va dorilarni nimaga bu yoqqa solib qo'yishganini men bilmadim. Ajoyib jitil do'stlar, bossga gap yo'q. Undan tashqari qaranglar, menda qop-qora kravat. Ha do'stlar, chunki men banditman, niyatlarim qora, hamma narsam qora, hayollarim, kiyimlarim xullas ajoyib. Va divanimiz oppoq, lekin boyib ketsak olarmiz. Ha do'stlar, boss meni kutib qolgandi. Ha, chiqadigan kuning bor ekan. Albatta boss, xayrli tong. Xayrli tong. Topshiriq esingdami? Albatta esimda. Hozir lekin juda ham issiq bo'ladi. Albatta, shu gapingni tashlamas ekansan-da. Ha, endi xo'sh, nima qilamiz? Yigitlar tayyormi? Ha, sizlar ishingizni qilinglar, biz ham tayyor bo'lib turamiz. Okey, unda men hozir kod va fayllarni olishga boraman. Bo'ptimi boss, lekin 100% omadimiz keladimi? Albatta. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim. Omad. Aha, rahmat sizlarga ham. Qaraysan? Ajoyib. Omad sizlarga ham. Tayyormisan o'zi? Yaxshi. Bu juda ham mas'uliyatli do'stlar. Bu shaharcha tarixida birinchi marotaba. Jon qalay? Ajoyib. Tayyormisan? Aha. Bugun kuni bilan ishlayapman, tayyormisan? Aha, menda u. Bo'ldi, hech kim yo'q, chiqamiz. Hozir shoshma mayli, bo'p ketdik. Ajoyib do'stlar, biz yetib keldik, ammo bu bank emas do'stlar. Bu bir bankirning uyi. Xullas, men hozir tushaman, xo'pmi? Aha. Xo'sh, qurollarni olish kerak. Do'stlar, gap shundaki, bu bankirning uyida kod bor. Seyfni, aniqrog'i pullar turgan xonani ochish uchun yerda hatto seyf ham yo'q ekan. Undan tashqari kameralar qayerga qo'yilgan, qanchada vaqtda qorovullar almashadi, shular ham yozilgan bir flashka bor do'stlar, o'shani olishimiz kerak. Hech narsam qolib ketmagan, yo'q, hech narsam qolib ketmagan. Kelinglar, fanta, dorilar, tomoqni qo'llab olib davolanib olaman. Bilmadim, balki menga hujum qilishmas, axir bu banker bo'lsa, u hisob kitobdan boshqa nimani ham bilardi. Mana shu qutlar menga yordam beradi do'stlar chiqib ketishimga, lekin bilasizlarmi? O'tgan safargi qism kim ko'rmagan bo'lsa, muammo bo'lgan edi. Boyni uyidan chiqish, biz boyni uyini o'margandik. Bizga u vaqt politsiya kelib qoldi va u boyni uyida bizga hujum qilishdi. Xullas, kim ko'rmagan bo'lsa, o'tib ko'rishingiz mumkin kanalga. Albatta ketma-ketlikda ko'ringlar. Bu hozir adashmasam 3-qism bo'lishi kerak. Xullas, bizning hayotimizni do'stlar mana shunaqangi actionga, sarguzashtlarga boy bizning hayotimiz, lekin juda ham xavfli. Haqiqiy hayotda takrorlamanglar, aks holda yomon bo'ladi. Bo'ldi. Xo'sh, mana endi tushamiz, yaxshi. Eshik. Qulflangan ekan. Bossning aytishicha, bu jitil, aniqrog'i banker jitil ko'chib ketishi kerak ekan. Shuning uchun ham bugun ulgurmasak, boshqa vaqti imkonimiz bo'lmasligi mumkin. Hoy, otma. Nima? Ichkarida kim bor? Men. Aytgancha. Ajoyib. Bekor deb o'yi bekarganingda politsiyaga qo'ng'iroq qildim. Nima politsiyaga? Jinursan seni jitil. Men seni qo'yib borardim, qara. Hozir ko'chib ketarding, o'z uyingga hammasini unutardik. Ammo sen o'zing shuni tanlading. Yo, shoshmang. Endi shoshma, unaqangi gap ketmaydi jitil. Meni kechir. Do'stlar, qanchalik bular o'zini ahmoqona tushadi, bu ilma teshik bo'lib ketdi. Hozir oilasi yoniga borardi, ko'chib ketardi, lekin nima kerak edi politsiyaga qo'ng'iroq qilib, Nima kerak edi? Xo'p, mayli, bu uni tanlovi, nima ham qilardik? Xo'sh. Bu yer ko'chaga chiqish. Biror kun men ham o'zimning shunday katta uyim bo'ladigan umiddaman do'stlar. Bu bizniki emas. Jenurson. Nima balo, kuyib ketganmi? G'alati hid kelyapti, kuygan hidi pechkadan. Xo'sh, bu balkon do'stlar. Orzuimki bu meni balkondan turib har kun ertalab kofe ichib tomosha qilish. Menimcha nimadir? Turibdi. Shu yerga tashlab ketgan ekansan-da. Yaxshi. Do'stlar, gap shundaki, bankerlar uylarni almashtirishadi, ularning o'rniga boshqalar kelishadi. Shuning uchun o'zidan keyin keladiganga qodirib ketgan. Lekin do'stlar, flashka yo'q.
Balki o'zidadir fleshka. Yana kim biladi, lekin yo'q, inventari bo'sh. Tushunarli. Demak, fleshka o'sha yerda qulflangan shkafchada. Ha, hozir olamiz uni. Ajoyib ish bo'ladi. Lekin nima? Yaxshi osib tashlayman qulfni. Bu o'zimga keldi birdaniga. Yaxshi, xo'sh, do'stlar, hozir buni titklab ko'ramiz, balki ichida yo'qdir. Topdim. Ajoyib do'stlar, endi qulfni o'z joyiga qoldiramiz. Bo'ldi. Yaxshi, endi tezroq ketishimiz kerak. Aytishcha politsiya chaqirganga qaraganda do'stlar hozir kelib jin ursa sirena. Buni qara, politsiyani yo'qlasa sirenasi eshitiladi. Hoy, taslim bo'ling. Jin ursin. Taslim bo'ling deb otishni-chi. Los. Hozir mantiq jin ursin. Mana hozir ko'rasanlar, floslar. Menimcha uy qurshovga olingan demoqchi edi, lekin qurolni ko'rib otishni boshladilaring. Bo'ldi, bu yerdan tirik ketmaysizlar. Ko'ramiz kim tirik ketmaydi. Mana, qaysi aytding shu gapni? Men. Tanlayman, ko'rmayman. Boshqa qo'rqul va do'stlar. Avvalgi sababi oddiy patrul xodimlari edi, hozir esa bunaqa ofitserlar kelishgan. Jennerson bu kechda DXlar ham kelishi mumkin. DX davlat xavfsizlik xodimlari do'stlar. Ular juda ham kuchli bo'lishadi, yomon bo'lsa bir yaxshi dorichi bordim. Boshqa ana verda turibdi, bo'ldi. Do'stlar, agar men ularni o'ldirmasam, ular meni o'ldirishardi. Shuning uchun ham bir desa ham bo'ladi. Lekin baribir mana shu hozir qani, mana kodlar, mana fleshka. Ajoyib. Albatta ajoyib. Xo'sh, boss yo'lga chiqamizmi? Qurollarni hammasini oldim. Zo'r. Boss, biz tayyormiz, ketdik. Bo'pti, yo'lga chiqamiz. Xo'sh, do'stlar, biz bank hozirning o'zida yo'l olyapmiz. Yozib qo'yinglar, soat 13:00 da bankka o'g'irlikka tushiriladi deb, aniqrog'i boshlandi deb. Xullas, ishkal chiqarmanglar, bular qorovullikka qoladi, albatta. Bo'la qol endi. Xo'p, bo'ldi, boss. Ketdik mashinaga. Xo'sh, do'stlar, afsuski adashibmiz. Hozir qorovullar negadir almashishmadi. Hozir mayli, shunchaki to'g'ri yorib o'tamiz do'stlar. U yerda ikkita qorovul bo'lishi kerak. Xo'sh, 1 2 3 ketdi. Davay yigitlar, bosh kelmaymiz. Bugun biznikilardan hech kim bo'lmasin. Yaxshi. Bor yo'q ikkita ekan. Hozir bo'ldi. Mashina ortiga inkasadir. Bo'ldi. Xo'sh, ajoyib ketdik yigitlar. Xo'sh, bo'g'irlik hech kim qimirlamasin. Cho'ndak. Xo'sh, hammasini tintib ko'r. Xo'sh, do'stlar. Hoy, nima qilyapsan? Kiryapman. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Mana. Xo'sh, kodni ayting. Hozir 1 5 6 8 4. Bo'ldi. Bingo ochildi. Ajoyib. Xo'sh, boss, qarab turing, men hozir olaman. Mana bu boylik, do'stlar. Chinarsan, lekin avval biz boyni uyini o'marganimizda u yerda ham ancha-muncha pul bor edi. Do'stlar, nima ham qilardik? Olamiz, lekin o'sha boyga hech narsa bo'lmadi. Hatto politsiya ham chaqirmadi, pulim yo'qoldi deb. Menimcha dengizdan tomchi bo'lsa kerak u pullar. Nimani qoldirsam ekan, do'stlar, sig'mayapti, hammasini olishimiz kerak. Mayli, fanta kerak emas. Mana bu 25 ming so'm ham kerak emas. Yuk xalta ham kerak emas, ichida ovqat bor, keraksiz narsalar bilan mana bularni olaman. Bo'ldi do'stlar. Xo'sh, 20 dollar, 25 ming olaman. Ajoyib. Nima bo'ldi, boss? Kelishdi. Kim keldi? DX jin ursin. Yo'q do'stlar. Eshik yo'q, bo'ldi. Bu albatta yomon. Nima qilamiz? Tushamiz. Xo'p, hozir yo'q, xo'sh, qani. Jinursin. Bo'pti, yigitlar, mayli, nima bo'lsa bo'ldi, ketdik. 1 3 yana bittasi turibdi. Yaxshi, odammiz. Ot. Bo'ldi. Ajoyib bittasi ketdi, davay. Jon yaxshi. Bo'ldi. Boss, mana. Bossdan qoch. Bo'ldi. Ajoyib. Endi ketsak ham bo'ladi. Shoshmanglar. Mana buni ham bir ko'r. Mana bular qayerdan chiqdi? Mana senlarga mashinang bilan. Ular menimcha bizni kutishgan. Qanaqasiga? Oramizda sotqin bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Inkasatorni eshigini ham buzdim. Bu yerda mayda-chuyda. Shoshma, nima demoqchisan?
Yo'q, boss, chunki bular bu yoqqa kelishgan hammalar o'sha yerda bazada gaplashamiz hozir mashinaga. Keti, sirena ovozlari kelyapti. Aha, sakraymiz. Nima deysan der, kim sotqin? O'zim ham bilmadim. Boss, nima bo'lyapti? Ifloslar o'sha yerga ham yetib kelishibdi. Biznikilarni o'ldirib qo'yishgandir. Do'stlar, muammo chiqdi. DX xodimlari bu yerda ham. Boss, keling, shunchaki to'g'ri ketamiz. Davay. Hey. Bo'ldi, bittasi ketdi. Yaxshi. Mana bu yerda turishibdi. Ajoyib. Mana bunday o'tamiz. Chiqmagan. Boss kechirasiz. Xo'sh, yaxshi. Ajoyib. Ichkarida ham bo'lishi kerak. Qo'y. O'tamiz. Nima bo'lib uxlashyaptimi? Yonganinglar. Allo. O'tamiz. Ajoyib bo'ldi. Endi biznikilarni qidirish kerak. Xo'sh, mashinalar shu yerda. Yigitlar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas do'stlar. Yigitlarni olib ketishgan. Yo'q. Boss, menimcha yigitlarni olib ketishgan. Hozir men ichkarini qarayman. Aha, jon yaxshi. Menda ham shu ahvol. Nima ahvol? Yigitlar yo'q. Qo'ng'iroqqa ham javob berishmasa kerak endi. Lekin bizda DX kiyimi bor, mashinalar bor. Balki politsiya uchastkasiga hujum qilarmiz. Boss. Bilasanmi, sen sussan, lekin fikring ajoyib. To'g'ri. Hozir biz nima qilsak ekan? Do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima qilaylik? Hujum qilaylikmi yoki